Salam aleykum qarindoshlar. Bugün yan chiqib qoldik sizlarning oldingizga. Ba'zan de xap xabar, ba'zan de xo'sh xabar. Bo'lganda chiqimiz ham 100% darajada xo'sh xabarmi emas. Lekin biz uchun aytganda nihoyat zo'r bir bo'sish, bir g'olqish, bir davr yoritish, bir davr keldi. Masalan, oldi bilan Amerika Kongressi senatorlari biz to'g'riliq qonun ma'qulladi. Yillar biz mush qonun ma'qullash to'g'riliq nurg'un yo'l mangan. Lekin biz yezib qo'ygan bo'lsa-mu kongresslar bunga tayyor bo'lmagan. Bu qitim Amerikada mush qonun ma'qullash orqali Angliyada, butun dunyoda bizning masalamiz yana qaytadan dunyoning siyosiy tartibiga, kun tartibiga kirdi. Bu nima degan vaqtida bizning ajoyibligimizdan, bizning osmon ustun, yani ustun qilayotganligimizdan emas, vatanda o'lib atgan 7-oyning 5-idan tortib, shu il vaqasidan tortib, bo'lib 7-oyning 5 vaqada qiyochiyada o'lib atgan ayollar Uyg'ur masalasini birli dunyo qildi. Xitoyning qirg'inchiligi, oqidan Xitoyning lager, turma, tutqun qilish, Uyg'urlar bo'lgan qirg'inchiligi, Xitoy o'zi Uyg'ur xalqining butun dunyo diqqatini chekadigan holatda qirg'in qilish bilan Uyg'urlarni dunyolashtirdi. Xitoy bizni qirib tugutimiz deb o'ylab shunday qildi. Lekin buningga yaratgan Alloh, Janobi Alloh yo'l bermadi. Hozir hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Amerikadanki qonun ma'qullagandan keyin dunyoviy, butun dunyoning bir tarafga tegishlik bir vatan, davlat, bir tarafga tegishlik bir millat bo'ldik biz Uyg'urlar. Uyg'urlarni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Kichik huquq komitetining nima xonim, sizlar Bichel Barchilat xonim e'lon qildi, o'z pensiyaga chiqish oldida e'lon qildi. Hargizmi e'lon qilmayman deb oqiga tortib Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nurg'un sabablar bilan, lekin Amerikaning besimi bilan, shu Marco Rubioning qilgan gaplari, Amerika tashqi ishlar ministrining qilgan gaplari, Oq saroyning qilgan gaplari, bularning besimi orqali oxir pensiyaga chiqishga bir daqiqa qolganda e'lon qildi. Garchi e'lon qilgan bu reportda ajoyib qattiq milliy qirg'inchilik qilgan gaplar yoki hozir qirg'in qilayotganligi, bu insoniyat qartilgan jinoyat ekanligi aniq yozilmagan bo'lsa-mu, bizni qirg'in qilganligi, million odamni bir taraf qilganligi, bu masalalar o'tirg'a qo'yilgan. Ham yana shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bexatarlik komitetining yana tekshirib bir taraf qilishiga topshirilgan. Demak, bu masala davomlashadi degan gap. Hamda Uyg'ur masalasi bütün dünyanın bir taraf qiladigan masalasi, dünyanın tinchligi bilan zich bog'langan masala bo'ldi bizning masalamiz. Shunga hozir biz buni hamda naytdi rahmat etimiz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va mush dunyodagi biz ko'ngli bo'layotganlarga. Bak afsus, milliy qirg'inchilik va insoniyatga qilgan jinoyat bizning vatanimizda sodir bo'layotgan ekan, bu jumlalarni ishlatish kerakdi. Ammo shu jumlalar qolibdi. Bak afsus bo'lsa-mu, buningdan keyin buni ilgariga vaqtida tekshirish jarayonida ishlatdi. Endi qarindoshlar, biz nimaga tayyor? Mushunda vaqtida hammamiz hozir qizib ketdik. Voy, mushunda Birlashgan Davlatlar. Lekin bizning vatanda nima bo'layotdi? Vatanda o'y-o'ydan Uyg'urlarning o'ligini o'lak to'shaydigan mashina ochdan o'lgan qarindoshlarimizni ochib qo'ydiryapti qarindoshlar. Xitoy to'plangda to'g'ay tutishga ustav izanlab bilasizlar. Mushimizni yo'qitib qo'ymaylik. Bu bitim ketdi, biz aytdik. Qarindoshlarimizni mush paytda butun dunyoning bizga diqqatini chekayotgan vaqtida bizning aktivotgan qizlarimizni, qizning so'zlagan so'zini angladinglar. Men sizlarga mush telefon orqali har birisini birdan ko'katmoqchi edim. Men birdan ko'katay desam, mening ekranda ko'katadigan ekran bir narsam yo'q oqimda. Ammo shu telefonda men hozir ko'katay sizlarga. Bir qizimiz debdi meni hozir epmangdi. Xo'sh, hayot qaytib kelishi mumkin yoki qaytib kelmasligi mumkin. Men g'oyib bo'laman deb so'zlabdi. Yana bir qizimiz debdi, nima debdi? Mening shu nimaninki hozir uyimda hamma narsam bor, bir bolam bilan inson yo'q bir binoning ichiga akirib qo'ydi. Men nima bo'layotman debdi. Oshindaq akitayotgan, oshindaq o'ltirayotgan, andikin oshliqdan 22 kun, 23 kun bo'lgan vaqtda 3 bolasi bilan, 5 bolasi bilan oshliqdan bolalari etigida o'lgan bir oila videoga chiqib so'zlabdi. 5 bolasini quchoqlab o'libdi qarindoshlar.
Yani onun sırtıda qarindaşlar, yani bizim nemi depti bizning o qarindaşlarımız balasını quchoqlab o'lgan ayollardan boshqa chedirtikka yerda yig'layotgan balalarni ko'rib biqinglar. Qanday yig'layotdi. 3 kunga 5 tal non berdik deb özü so'zlabdi radioda Shuhrat ushurib beribdi jinim qarindoshlar. Radio Free ajadi özü so'zlabdi. Özü so'zlab beribdi. Hem manınğa qaranglar. Onundan başqa qarindoshlar hozir sizni qutuldirib oladigan, qutuldirmasanlar bo'lmaydigan holatda turayotgan bütün hammamiz harakatga o'tadigan vaqtimiz demishki kamidi. Kelib ishib ketdi. Necha kundan yaqib biz nayt susqaradik bu masalaga. U davlatga yugurib, bu davlatga yugurib bizning hozir Amerika tashqi ishlar ministrining oldida bizning xalqimiz. Ayol nima debdi ko'rdinglarmi? 3 balamni, 5 balamni Oş qo'sqim ekib ketdi, balalarım yeydigan narsa yo'q. Yani 3 kun, 2 kun shundoq tamoq akirib bermisam, darizidim balam bilan 5 balam bilan o'zimni etib o'ldiraman debdi. Shixanzidagi Xitoy nima debdi? Bir Xitoy ichi og'rib ketib 5 balasi va ayol Allohning balaning ochdan o'lish oldida oz to'li kichkina bir yemekni berib, bir Xitoy noliqib ketibdi qarindoshlar. Videolarni ko'ringlar qarindoshlar, uyinglarga akirib ko'ringlar. YouTube'da Televizorda dünyanın hem yerde vatandakilerini yığılab bizge muşna telmirip tuğan videoları çıkıptı. Mesela videonu köktenmeyme bugün Pidayininkide mesela bilen ait uçuk sohbet ötkezmek çıktım. Bir nas buzulup kaptı bizden birbirimiz buzulup kalıp sözleyemeye kaldım. Qarindoshlar, hemimiz ornumuzdan destur aylı. Hemimiz özümüz turuvatkan hükümetin taşkı işler ministeri bir aylı. Dedim o 10 gün her günü 5 gün namayışkı bölünüp çıkaylı. Bulup mu? Bütün dünya boyunca muhbirlarını kozganlar. Ben yanı dedim, deymen. Muhbirlarını kozganlar işini onlaştırın. Tapka yedi muhbirları islip, muhbirlar klubu olmasa bir öğünü ilip, bütün muhbirlar uhtırış kılıp, muhbirları sözlenler boğa vakanı çıkaran videolarını muhbirları köktünler qarindoshlar. Muhbirları videonu köktüp, ma Uygurlarını hazır, kesel dep öygü solap, Lagerda öltegeni lagerda öldürüp kayıp kakallarını lagerga ep kılıp lagerga kirmegenlerini lagerdan çıkanlarını açlıktan öldürüp hazır kırıp etmekçi Uygurlarını Xitay hükümeti Xitay bizni muşunda kılmakçı bizni kutuldurup etinler narisiyeti ballarımızdan kutuldurup etinler ata analarını kızlarını ma iş azayını ilişkin adam yok ya ektivatkan çedirlağa ektivatkan qarindoshlarımızdan kutuldurup kılınlar dep bu dünyaya vakıranlar qarindoshlar biz Kongresga mi kirvatimiz, sanatga mi kirvatimiz, shundali kirib chiqasak hesab emas. Shundali kirib rasm chiqasak hesab emas qarindoshlar. Yig'inga berib o'tirib rasm chiqasak hesab emas. Natijalar bo'lyapti. Bütün tashkilotlar kishilik huquq. Bizning hozir nimaga keldi kishilik huquq tashkilotlar bilan birlashib, bizning Blinken efendim ashlarning nimasi bo'yicha bayonotni e'lon qildi, dunyoga bayonot e'lon qildi. Bizning tashkilotlar ish qilmayapti emas. Kılıvatıdı. Yeterlik emas. Çünkü bu kuch aciz kep kaldı. Xalq o'rninglardan dast turinglar. Hozir da'vo kishilik huquqdimi odatdagi gap qilishdan o'tib ketdi. Endi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bu bayonotni e'lon qilgan ekan, bu reportni e'lon qilgan ekan. Endi Uyg'urni qo'yib ber degan ekan, Amerika qonunini ma'qullagan ekan, Xitoy bizni to'xtamay o'ltagan ekan. Endi bizning da'vo siyosiy da'vo. Endi siyosiy tartibga o'tish kerak. Endi biz fakat Xitoy bizden çıkartmasa hayat kalmaydiganligimizni dunyoga tushundiradigan vaqtimiz keldi. Tushuntirishdan burun biz nima qilamiz degan vaqtda hozir avval mayli mushu g'uljida bo'lsin, uylardan uylarini ham chiqib haqninki ham talog'i chiqib ham haqlarni akirib solayotgan ishni oqi qo'limizdan kelgan muxbirlar yig'ini o'zimiz turayotgan yerdagi parlament bo'libmi chet elliklar yana qaytirib mana bir nechasi dedi. Chet el tilida manbalar az biz anglaydigan deb. Ey bizning qarindoshlar, Uyg'urlar, ma Amerikadagi qarindoshlar, Germaniyadagi qarindoshlar, Yevropadagi qarindoshlar, Avstraliyadagi qarindoshlar, Kanadadagi qarindoshlar, Turkiyadagi qarindoshlar, Rossiyadagi qarindoshlar, Ruscha til biladiganlar, mush vatandan chiqqan videolarning hammasini Ruscha tarjima qilib qo'yib etinglar. Sizler siyasetke aralashmaydigan, namayishga chiqolmaydigan, ota-onanglarni ayaydigan, o'zinglar ayaydiganlar, maxfiy o'tirib tilinglar bilan bo'lsinmi, mana Xitoydan chiqarayotgan Uyg'urlarning videolarini tarjima qilib,
Özənglər, qoxsanlar bizə əvətib veringlar, bunu mənə əvətib veringlar. Mən özəmnin namıda bunu taqdib vermə. Sizlərning vəzifənglər namayışqa çıxmaydıqlarının muş videolarını tərcümə qilib ingiliscə qoyub beriş. Hər dövlət turvatqan Uyğurlar özü turvatqan dövlətin tilida videolarını tərcümə qilib qoyuş. Həm hər dövlətdəki Uyğurlar özü turvatqan dövlətlərə yaş balaları, qızları, oxucular çıxıb Uyğurların hazırki lagirdən qalğan Uyğurlarını əkirib qanda öldürüvatqanlığını qutuldurub biliş haqqında dünyaya toxtamay yaşlar sözləb müraciət qilish. Videoda, axbarat, Facebookda, Twitterda, YouTube'da həmmə yerdə sözlənlər. Cinim pərzəntlərim, sizlər til bilisizlər, ingiliscə til bildiğanlar, xitayçı til bildiğanlar, oruççı til bildiğanlar, bütün üzənglər turvatqan dövlətin tili bilən tərcümə qılıb qoyanlar. İnqilab degan muşunda qığa vaxtıda biz dünyanı qozğab qutuldura alayman. Anından qağını 5-dən 10-dən hər bir hakimiyyətdən aldıdı. Namayışını hər günü lozunkiga əkir ketken, lagirdən işib qalğan, lagirdən aşqan hayat qalğanlarını öygü solab açlıqdan öldürüb asya sırtıq qoyab bə. Siyasal səbəbi bilən məqsədlik soluğanlarını sırtıq qoyab bə deyib lozunkiga yezib, küç-küçüdələrdə turunlar, qərindaşlar, təşviq varaq taqıtınlar. Biz manınğa dünyavi hərəkət ketəyli. Çünki təşkilatlar iş qıvatıdır, yetişənmidi. Bularının qıldığı iş çıxkən. Biz yani təşkilatlar, muxbirlar yığını içinlər. Sizlərin qolunlarına hüquq bolğandı ki, muxbirlar klubunu alsanlar $1000 verirdi. Hər bir dövlətdə muxbirlar klubu yox dövlətlərdə bir zalını elib, bütün muxbirləri xəbər qılıb çağırıb, 10 muxbir kəsim esib xalqaralaşdırış degan maşu. Şuna mən bugün yana çıxıb memişki çağırıq qıldım. Tek tünügün bugün kelib atqan xəbərlərə qarab çağırıq qıldım. Ma Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının ma bayanatı bilən, ma çıxarğan uqturuş, ma report bilən, hazırla Uyğurlar bika olub ketkä oxşaydı. Dəb biz nemi bilən malıman bob qağa vaxtıda Xitay ayadı adamlarını öldürüb əmsin, səgək olsun. Dəb mən sizlərin aldınlar yanı çıxıb atdı. Mən qərindaşlar qozğulunlar. Vətəndəki hazır yemək, içməklərini bəmək açlıqdan öldürüb atqan keseldəb solanğan qərindaşlarımızı, lagirdə qeyb qalğan qərindaşlarımızı və turmuğa müddətli kəskən günahsız qərindaşlarımızı, əzan qul qərindaşlarımızı qutulduruş üçün dünyada yanı bir qozğulan götürünlər. Yaşla, balıla, anıla, meyli Orta Asiya, meyli Türkiye, meyli Avrupa və siyasətçi təşkilatlar həmminlər qolunu qol tutub manı ciddi qutquzunlar. Əgər muşu ketib nurğun adam ölüb ketib qutuldurmay, onu da bunu da üyəbiyəd rəsm ötəb ketadigan bolsaq, o vaxtıda xalqdan biz qutulanmayımız qarindaşlar. Yelim yaxşı iş qıvatsızlar, dünyanın həmmə yerdə hərəkət qıvatsızlar, onunla rəhmət. Lakin xalqımızı manı qutuldurmay, bu yaxşı iş bilən biz xalqdan qutulanmayımız. Rəhmət sizlərə.